Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ATF nazariya darsi bilan tanishib chiqamiz. Bu darsni o'tishdan oldin, sizlarga bu darsni o'tishdan maqsad nimaligi haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Bizning Bionex jamoamiz bu darslarni, ya'ni bepul darslarni tashkillab o'tmoqda, ya'ni DTMchilar, ya'ni milliy sertifikat imtihoniga tayyorlanuvchilar uchun. Albatta, bu darslarimizni diqqat bilan ko'rib chiqishingizni so'raymiz, chunki bu darslar siz uchun manfaatli joylari juda ham ko'p deb o'ylaymiz. Xo'p, bugun o'qisangiz, albatta ertaga xor bo'lmaysiz. Bugun o'qisangiz, ertaga oppoq sochlarda yoki stomatolog yoki pediatr yoki davolash yo'nalishlarida kardiolog, travmatolog yoki bir lor bo'lib ishlashingiz mumkin. Xo'p, dars birinchi o'rinda sifatli bo'lishi kerak. Doimo bizda son emas, sifat muhim, albatta. Shuning uchun darsimizga yaxshilab e'tibor bering. Tushunmagan joyingizni izohlarda qoldirishingizni so'raymiz. O'zi ATF nima? ATF degan savol, ya'ni ATF nima degan savol juda ko'pchilikni qiynab kelmoqda. Ya'ni ATF degani o'zi adenozin trifosfat degan ma'noni anglatar ekan. O'zi ATF 3 ta tarkibiy qismga ajratiladi. Birinchi tarkibiy qism, ikkinchi tarkibiy qism va uchinchi tarkibiy qism. Bu tarkibiy qismlarni aytishdan avval ATF nazariyasini o'zi kim kashf etgan? ATFni kim kashf etgan va kim ta'sis etgan? ATF o'zi ilk bor 1929-yilda Karl tomonidan kashf etilgan. Karl Lohmann tomonidan kashf etilgan. Keyinchalik esa Fritz Albert Lippmann ATF hujayrasidagi asosiy energiya tashuvchi modda ekanligini tushuntirib bergan. Demak, kim tushuntirib bergan ekan energiya tashuvchi modda ekanligini? Albatta, Albert Lippmann. Demak, u bu nazariyani tushuntirgandan keyin bir necha yil vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 1953-yilda Nobel prizi mukofoti bilan taqdirlangan. Xo'p, bilib oldik. Demak, ATFni Karl tomonidan kashf etilgan ekan. Buni ATF hujayrasi asosiy energiya tashuvchi modda ekanligini tushuntirib bergan ekan bizga Albert Lippmann va 1953-yilda buning uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan ekan. Demak, ATFni aytib o'tdik, 3 ta tarkibiy qismdan iborat ekan. Demak, bu qismlar nima? 3 ta fosfat va ikkinchisi riboza. Riboza nimaligini o'zi bilamiz, ya'ni bu pentozalarga kiradi. Pentozalar esa-chi? Pentozalar esa monosaxaridlarning 5 ta uglerodli vakillaridan hisoblanadi. Biz o'zi 10-sinf darsligida ko'rib o'tganmiz, ya'ni uglevodlar mavzusida riboza, dezoksiribozalar pentozalarga misol bo'ladi. Pentozalar esa monosaxaridlarning 5 talik uglerod vakillaridan hisoblanadi deb aytib o'tgan edik. 5 ugleroddan tashkil topgan. Uchinchisi nima? Uchinchisi nima deb qiziqqanlar, bu adenindan tashkil topgan bo'ladi. Shogirdlar, sizlar bilan ATFni nimaligi haqida aytdik, ya'ni ATF adenozin trifosfat. Bu nima degani? 3 ta trifosfat deyapti. 3 ta fosfat, adenin, ya'ni adenin bor bunda va riboza. Riboza pentozalarga kirishini aytdim va u monosaxarid vakillaridan, ya'ni 5 ta uglerodli vakillariga kirishini aytib o'tdim. Dastavval bizlar tanishib o'tishimiz kerak moddalar almashinuvi, ya'ni metabolizm bilan.
moddalar almashinuvi. Moddalar almashinuvining ikkinchi nomi metabolizm deb ataladi. Nima ekan, shogirdlar? Metabolizm deb atalar ekan. O'zi moddalar almashinuvi necha qismdan iborat? Uning qismlarining vazifalari nimalardan iborat? Qaysi biri energiya ajratadi, qaysi biri energiyani sarflaydi? Bu savollarga albatta ushbu darsimizda javob topasiz. Xo'p, bu o'zi moddalar almashinuvi ikki qismdan iborat. Birinchi qismi assimilyatsiya, assimilyatsiya. Ikkinchi qism bo'lsa dissimilyatsiya. Dissimilyatsiya ekan demak. Demak, bularning ham ikkinchi nomlari mavjud bo'ladi. Assimilyatsiyaning ikkinchi nomi anabolizm. Dissimilyatsiyaning ikkinchi nomi bo'lsa katabolizm hisoblanadi. Demak, bilib oldikki, bizlar moddalar almashinuvining ikkinchi nomi metabolizm hisoblanar ekan va bu ikkita qismga ajratilar ekan. Birinchi qism assimilyatsiya, ikkinchi qism dissimilyatsiya. Assimilyatsiyaning ikkinchi nomi anabolizm, dissimilyatsiyaning ikkinchi nomi bo'lsa katabolizm. Shu yerda sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. Assimilyatsiya energiya sarflaydimi yoki dissimilyatsiya energiya sarflaydimi? Yoki assimilyatsiya energiya hosil qiladimi yokida dissimilyatsiya energiya hosil qiladimi degan savol qiynaydi. Energiya sarfi, misol uchun birinchisi qilib olamiz. Energiya sarfi va ikkinchisi hosil bo'lishi. Demak, bu yerda misol uchun energiya sarfi o'zi aslida assimilyatsiya hisoblanadi. Energiya hosil bo'lishi bo'lsa dissimilyatsiya hisoblanadi. Misol uchun energiya sarfiga misol qilib keltirishimiz mumkin fotosintez jarayonini. Chunki tashqi muhitdan karbonat angidridni qabul qilish orqali tashqi muhitga kislorod, ya'ni O2 chiqarib beradi. SO2 ni yutadi. Misol uchun fotosintezda SO2 qabul qiladi, O2 hosil qiladi. Bu SO2 yutinish, O2 ya'ni kislorod hosil bo'lish jarayoni hisoblanar ekan. Dissimilyatsiya jarayoniga misol uchun inson organizmida, ya'ni ozuqa qabul qilish orqali, ya'ni energiya hosil bo'lishi. Ovqat yutiniladi, oshqozonga tushadi, hazm shirasi orqali aralashib, energiya hosil qiladi. Ya'ni kerakli miqdorda o'sha ozuqadan energiya hosil bo'ladi. Dissimilyatsiyaga misol qilyapmiz ekan, hazm qilish jarayoni. Ya'ni hazm qilish orqali inson o'zi uchun tanasidan energiyani olishi, ya'ni ozuqadan energiyani hosil bo'lishi. Xo'p, shogirdlar, o'zi assimilyatsiya va dissimilyatsiya bilan tanishib ham oldik, moddalar almashinuvini ham tushunib oldik. Endi sizlar bilan ko'rib chiqamiz energiya almashinuvi haqida. Ya'ni energiya almashinuvi nechta bosqichdan tashkil topgan bo'ladi? Xo'p, aslida energiya almashinuvi 3 ta bosqichdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich va 3-chi bosqichni o'z ichiga qamrab oladi. Xo'p, yana bir ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Moddalar almashinuvida, ya'ni oddiy moddalardan murakkab moddalarning paydo bo'lishi reaksiyalar yig'indisi plastik almashinuv, assimilyatsiya, anabolizm hosil bo'lishi deyiladi. Hujayrani energiya bilan ta'minlaydigan reaksiya yig'indisi esa energetik almashinuv, dissimilyatsiya, katabolizm, parchalanish deyiladi. Shu yerda biz e'tibor berishimiz mumkin, yana bularning ikkitagina nomi emas, balki 3-chi nomi ham kelib chiqyapti. Ya'ni assimilyatsiyaning 3-chi nomi hosil qilish.
Bu yerda bo'lsa dissimilyatsiyaning 3-nomi kelib chiqyapti. Parchalanish. Demak, endi bizlar qaytamiz energiya almashinuvi hosil bo'lishiga. O'zi inson organizmi barcha tirik organizmlar, ya'ni yashashi, ya'ni tana a'zolari ishlashi, ma'lum harakatni bajarishi uchun energiya kerak bo'ladi. Ya'ni inson organizmi uchun. Bu energiya biologiyada kilojol bilan belgilanadi. Kilojollarda belgilanar ekan. Energiya organizmda iste'mol qilingan ovqatlarning parchalanishi hisobiga hosil bo'ladi va bu jarayon energiya almashinuvi, ya'ni dissimilyatsiya jarayoniga aytiladi. Xo'p, o'zi energiya almashinuvini aytib o'tdik, ya'ni iste'mol qilingan ovqatlarning parchalanishi 3 bosqichda amalga oshar ekan. Birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi o'zi nima? Iste'mol qilgan ovqat, ya'ni fermentlarning oshqozon-ichak fermentlari ta'sirida parchalanishiga aytiladi. Ikkinchi jarayon bu, ya'ni kislorodsiz, ya'ni O2siz parchalanish. O2siz parchalanish yoki anaerob hisoblanadi. Uchinchi bosqich bo'ladi kislorodli. Ya'ni buning ikkinchi nomi aerob bosqichi hisoblanadi. Demak, sizlar bilan tanishib chiqdik 3 qism bilan. Ya'ni energiya almashinuvi hujayraning nafas olishiga aytiladi o'zi. Bu 3 bosqichdan tashkil topganini tushundingiz, ya'ni tayyorgarlik bosqichi, O2siz, ya'ni kislorodsiz bosqich, kislorodli bosqich. Kislorodsiz bosqichining ikkinchi nomi anaerob hisoblanar ekan, kislorodli bosqichining ikkinchi nomi bo'lsa aerob. Bularning umumiy to'liq bosqichi, ya'ni to'liq deb ataladi. Xo'p, keyingisi endi biz sizlar bilan bularning umumiy jarayonlari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, ya'ni birinchi bosqichdan boshlab olamiz. Birinchi bosqich. Birinchi bosqich o'zi qayerda kechadi? Xo'p, birinchi bosqich iste'mol qilingan ovqat oshqozon, ichak fermentlari ta'sirida parchalanadi. Misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunga misol qilib keltiradigan bo'lsak, masalan, kraxmalning glyukozagacha parchalanishi. Kraxmalning parchalanishi glyukozagacha. Glyukoza. Misol uchun buni ilmiy tilda qilib aytadigan bo'lsak, xo'p, polimerlardan, misol uchun polimerlarning hosil bo'lishi monomerlardan, ya'ni monomerdan polimerning hosil bo'lishi. Shu jarayonga aytiladi. O'zi birinchi bosqichning reaksiyasi nimadan iborat? Reaksiyani yozib olamiz.
Demak, bizlarda S6H10 hop O5 qavs enter plus H2O hosil bo'ladi S6H12O6 ya'ni glyukoza va hosil bo'ladi bizlarda issiqlik energiyasi. Demak, issiqlik energiyasi hosil bo'lar ekan. Xo'p, o'zi aslida birinchi bosqichda aytish mumkin, murakkab moddadan, ya'ni murakkab moddaning oddiy moddaga aylanishiga aytishimiz ham mumkin ekan. Yana bir misollar keltirishimiz mumkin. Misol uchun, uglerodning parchalanishi glyukozagacha misol uchun. Misol uchun, uglerodga bir qancha misollar keltiradigan bo'lsak, sellyuloza birinchisi, ikkinchisi kraxmal, uchinchisi misol qilib keltirishimiz mumkin glikogen. Demak, tushunarli bo'ldi. Yana bir misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun oqsillarning aminokislotalargacha parchalanishi. Xo'p, yog'larning bo'lsa parchalanishi mumkin yog' kislotasi va glitseringacha. Demak, tushunib oldik, yog' kislotasi va glitseringacha parchalanishi mumkin. Ammo organizmni energiya bilan ta'minlaydigan asosiy modda bu glyukoza hisoblanadi. Demak, organizm energiya manbai bu glyukoza, ya'ni S6H12O6 hisoblanar ekan. Demak, birinchi bosqichni ham tugatib oldik, ya'ni tayyorgarlik bosqichi. U nimalardan iborat? Ya'ni qayerga ketishi, oshqozon ichak fermentlari ta'sirida parchalanishi, misol qilib keltirdik, uglevodlar, sellyuloza, kraxmal yoki glikogenni glyukozagacha parchalanishi yoki oqsillarning aminokislotalarigacha parchalanishi yoki yog' kislotasi va glitseringacha parchalanishi. Lekin ammo shuni doimo yodimizda unutmasligimiz kerak, organizmning energiya manbai doimo glyukoza hisoblanib kelgan. Demak, sizlar bilan endi ikkinchi qismga yo'l olamiz. Demak, ikkinchi qism kislorodsiz parchalanish. Ya'ni anaerob yoki glikoliz jarayoni deb ataladi. Demak, glikoliz bosqichi hisoblanadi. Hosil bo'lgan glyukoza hujayralarning sitoplazmasiga o'tadi. Ya'ni bu bosqich sitoplazmada kechadi. Demak, qayerda sodir bo'lar ekan shogirdlar? Albatta, sitoplazmada kechadi bu jarayon. Xo'p, sitoplazmada esa kislorod, ya'ni O2 yo'qligi sababli glyukoza kislorodsiz parchalanadi. Nima ekan? Sitoplazmada kislorod mavjud emas.
Kislorod mavjud emasligini bilib oldik. Shuning uchun sababi shu. Ya'ni kislorodsiz jarayon bo'lganligi uchun glyukoza ikkita molekula sut kislotasini hosil qiladi. Ya'ni sut kislotasi ushbu formula bilan ifodalanadi. S3H6O3. O'zi aslida buni formulasi xo'p S6H12O6 bizlarda parchalanyapti S3H6O3 ga. Ya'ni 2 mol sut kislotasini hosil qilyapti. Kislorodsiz muhit bo'lganligi sababli va bu bilan plus hosil bo'lyapti 200 kilojol energiya. Xo'p, bu jarayonda 200 kilojol energiya hosil bo'ladi. Energiyaning 120 kilojol qismi issiqlik sifatida tarqaladi. Ya'ni 120 kilojol qismi issiqlik sifatida tarqalar ekan. Qolgani qaysi jarayonga ketadi deb o'ylasangiz, qolgan qismi, ya'ni demak 200 dan 120 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, demak 200 minus 120 teng 80 kilojol qoladi. Demak, bizlarda ATF hosil qilishda qatnashadi. Bizlarda bitta ma'lumotni eslab qolishingiz kerak. Bitta ATF hosil qilish uchun 40 kilojol energiya sarf bo'ladi. Demak, bizlardan 80 kilojol ATF uchun sarf bo'lgan. Ya'ni ikkita ATF sintezi uchun. Hop, bilib oldik. Bizlar ATF sintezlash uchun energiyadan tashqari bizlarga yana kerak bo'ladigan moddalar ham bor. Ya'ni ATF sintezlashda yana bizlarga kerak bo'ladi. Ya'ni energiyadan tashqari ADF va fosfat kislotasi. Hamma kimyo o'qigan deb o'ylayman. H3-potor belgisi bilan ifodalanar ekan. Xo'p, jarayonni to'liq ifodalab chiqadigan bo'lsak, misol uchun ikkita ADF plus ikkita fosfat kislota qoldig'i. Ya'ni fosfat kislota plus 80 kilojol energiya. Hosil bo'lyapti ikkita ATF plus 2 mol suv. Reaksiyani yodlab olishni unutmang. Aslida bu ikki reaksiya bitta amalga oshadi. Ya'ni bu reaksiya bilan bu reaksiya to'qnashadi va umumiy birlashadi bir joyda. Shuning uchun glyukoza S6H12O6 plus 2 mol fosfat kislota H3-potor plus 2 mol ADF hosil bo'ladi 2 mol sut kislota hosil bo'ladi plus 2 mol ATF va plus 2 mol suv hosil bo'ladi. Bizlarda bu yerdan 200 kilojol energiya chiqadi. 120 issiqlik sifatida 80 kilojol bo'lsa ATF ga sarf bo'ladi. Ya'ni 2 mol ATF uchun. Xo'p, sizlar bilan ikkinchi bosqich, ya'ni kislorodsiz anaerob yoki glikoliz bosqichi bilan tanishib chiqdik. Endi biz sizlar bilan tanishib chiqamiz 3-bosqich bilan. Ya'ni 3-bosqich. Bu bosqich nima deyiladi? Kislorodsiz bosqich deb ataladi. Yo'q, kislorodsiz o'tdik, endi bu bosqich kislorodli. Demak, bizlarda bu bosqich aerob bosqichi deb ataladi.
Bu bosqichda hosil bo'lgan 2 mol sut kislotasi hujayraning mitoxondriyasiga o'tadi. Ya'ni bu jarayon mitoxondriyada kechadi. Demak, mitoxondriyada kechar ekan. Kislorod ta'sirida oxirgi moddalar esa karbonat angidridgacha parchalanishi mumkin. Misol uchun, buni formulasini umumiy qilib belgiladigan bo'lsak, 2 mol sut kislotasi plus 6 mol kislorod. Bundan hosil bo'ladi bizlarda 6 mol karbonat angidrid va plus qilib olamiz 6 mol suv molekulasi va bundan hosil bo'ladi plus 2600 kilojul energiya. Demak, bizlarda hosil bo'lgan energiyaning 1160 kilojuli, ya'ni 2600 energiyani 1160 kilojul energiyasi va qolgan qismini ham ajratib olishimiz mumkin. Bu 1160 kilojul qismi issiqlik energiyasi sifatida tarqalib ketadi. Qolgani qayerga sarf bo'ladi? Shu yerda ushbu savol tug'ilishi mumkin. Albatta siz 2600 dan ayirib tashlaysiz 1160 kilojulni. Bizlarda hosil bo'ladi shu joyda 1440 kilojul energiya. Demak, bu kilojul energiya nima uchun sarf bo'lgan va nima hosil bo'lishi uchun sarflangan? Diqqatingizni ekranga qarating. Xo'p, demak 1440 kilojul energiya bizlarda ATF uchun sarf bo'lgan. Demak, bitta ATFimiz uchun 40 kilojul energiya sarf bo'lar edi. 1440 tamizdan qancha hosil bo'ladi desak, x teng 36 ta bo'ladi. Demak, bizlarda to'liq yoki aero bosqichda, to'liqda emas, uzr, aero bosqichda 36 ta ATF hosil bo'lar ekan. Xo'p, ATF hosil bo'lish jarayonini ko'rsatib o'taman. 2 mol sut kislota bu jarayonni ko'rsatib 36 mol ADF plus 36 mol fosfat kislota va plus 1440 kilojul energiya, ya'ni ATFning hosil bo'lishi uchun. Bizlarda 36 mol ATF va plus hosil bo'ladi 36 mol suv. Bu aslida 3-bosqichdagi bu ikki reaksiya bitta amalga oshadi. Sizlarga qismli tarzda tushuntirdim. Endi bularni bitta qilib birlashtirib qo'yamiz. Xo'p, 2 mol sut kislota plus 6 mol kislorod plus 36 mol fosfat kislota va plus 36 mol ADF. Bu reaksiyada hosil bo'ladi 6 mol karbonat angidrid plus 36 mol ATF va plus hosil bo'ladi 42 mol suv. Demak, 3-chi, ya'ni kislorodli bosqich, aerob bosqichi bilan ham tanishib chiqdik. Bu bosqichda 2600 kilojul energiya hosil bo'lar ekan, 1160 kilojul issiqlik energiyasi sifatida 1440 kilojul esa ATF hosil bo'lishi uchun ketar ekan. Demak, bizlarda 1 mol ATF uchun 40 kilojul energiya sarf bo'lsa, 1440 kilojul energiyamizdan 36 ta ATF hosil bo'lar ekan. Buning umumiy reaksiyasini ham bilib oldik. 2 mol sut kislota plus 6 mol kislorod plus 36 mol fosfat kislota plus 36 mol ADF. Buning qo'shilishi natijasi hosil bo'lar ekan 6 mol karbonat angidrid, 36 mol ATF va plus 42 mol suv. Va biz so'nggi bosqichga, ya'ni marramizning oxiriga yetib keldik va biz to'liq, ya'ni umumiy bosqichlarni birlashtirib qo'yamiz.
Xo'p, demak, bizlarda to'liq jarayoni qanday bo'ladi, qanday birlashadi? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Ya'ni ikkinchi bosqichda kislorodsiz bosqichda qo'shganimiz va kislorodli bosqichda o'tganimizda umumiy energiyasini qo'shib o'tamiz. Bu bosqich ikki bosqichdagi glyukozani oxirigacha parchalanish bosqichi hisoblanadi. Ya'ni glyukozani to'liq parchalanish bosqichi deb atalishiga sabab glyukozaning oxirgi mahsulot, ya'ni karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Bunda glyukozaning parchalanishi kislorod ishtiroki bilan boradi va oxirigacha parchalanadi. Demak, to'liq buning reaksiyasini yozib olamiz. Demak, buning reaksiyasi 6, hop, S6 H12 O6 plus 6 mol kislorod va plus 38 mol fosfat kislota. Nega bu yerda 36 mol fosfat kislota keladi deb o'ylashingiz mumkin. Chunki bu to'liq bosqichi anaerob bosqichi va aerob bosqichining jamlanmasi hisoblanadi. Bizlarda anaerob bosqichida 2 mol fosfat kislota sarflangan edi, to'liqda bo'lsa 36 mol fosfat kislota sarflangan. Ikkovining jamlanmasi hisobiga 38 mol fosfat kislota sarflanadi. Ya'ni to'liq bosqichda plus 38 mol ADF hosil bo'ladi. Bu jarayondan 6 mol karbonat angidrid plus 44 mol suv va plus hosil bo'ladi 38 mol ATF. Umumiy energiyamiz 2800 kilojolni tashkil etadi. Demak, 2800 kilojol energiyamizning qancha qismi ATF hosil bo'lishda, qancha qismi issiqlik energiyasi sifatida tarqalib ketganini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni 1 mol ATFimiz uchun 40 kilojol energiya sarf bo'lsa, bizlar topib olishimiz mumkin 38 ta ATFimiz uchun qancha energiya ketganligini. Demak, proporsiyadan foydalanamiz. 38 ni 40 ga ko'paytirsak, 1520 kilojol kelib chiqadi. Demak, bizlardan 2800 imizda 1520 kilojoli ATF hosil bo'lishi uchun qolgan bir qismi bo'lsa, ya'ni 2800 dan ayirib olamiz, 1520 ni hosil bo'ladi. 1280 kilojol. Demak, bu issiqlik sifatida tarqalgan energiya hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan ATF mavzusining nazariy qismi bilan tanishib chiqdik. Darsimiz hamma uchun manfaatli bo'lsin. Do'stlarga ulashishni unutmang. Barchaga tarqatib, ilmni kengaytirishga o'z hissangizni qo'shib qoling.